Assalamu alaykum, hurmatlik radio anglag'uchi qarindoshlar. Vahiy panjirasi programmamizning 14-soniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli radio anglag'uchilar, hammanglarga ma'lumki, biz bu programmamizda Islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on sayesinde namlı tefsirinin birinci parisini diqqatinglarga sunib kelyapmiz. İnşallah bugün 14-son programmamizda yana biz o'tgangi sonlarimizni davomlashtirib kelayotgan Sura Baqaraning 40-oyatidan 74-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisini davomlashtirib kelyapmiz. İnşallah bugün hem onun devamını davamlaştırırız. Diqqatinglar radyomuzda bo'lsin. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى çeksiz hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagandan keyin aldı bilen tövende yüreklerini çekidigan Rabbimizning Qur'oni Karimdagi Sura Baqaraning 40-oyatidan 46-oyatigacha bo'lgan oyatlarga quloq solaylik. Ya bani İsrail اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ey Bani İsrail, men sizlarga ato qilgan ne'matlarni aslanglar. Menga bergan ahdimlarga vafo qilinglarki, menmu sizlarga qilgan va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar. Men nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. U sizlarda burundulli bor bo'lgan kitobni tasdiq qilg'uchidir. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilg'uchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Mening g'azabimdan qo'rqinglar. Haqni botil bilan yo'gab shaklik qilib qo'ymanglar va bilib turib haqni yushirishga tirishmanglar. Namozni barpo qilinglar. Zakot beringlar. Mening oldimda egilguchilar bilan billa sizlarmi egilinglar. Boshqalarni yaxshilik yo'lini tanlashga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib turibsizlar-yu, aqlinglarni ish qilolmamsizlar. Sabr qilish, namoz o'qish orqali yordam tilanglar.
Şeksizki namaz haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Ammo Allohga itoat etganlar uchun mushaqqatlik emas. Ular Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Bani İsrailning tarixini mulohiza qilgan har qanday kishi Allohning ularga buncha ne'matlarni ato qilganligiga hamda ularning bu ne'mat yomg'iriga nisbatan makkarona yo'llar bilan qandoqlarcha haqni inkor qilganligiga hayron bo'lmay tura olmaydi. Bu yerda boshlanishda Alloh taolo ularga qilgan ashu ne'matlarni qisqacha tilga elib o'tadi. Ondan keyingi abzaslarda tafsili to'xtaladi. Bu yerda bu ne'matlarni eslatishdan maqsad ularni sizlar Allohga bergan ahdinglarga vafo qilinglarki, Allohmu in'om ato qilishni davomlashtirsin. Hamda sizlarni o'zining butun ne'matlariga sazobar qilsin deb da'vat qilishdan iboratdir. Bu yerda bu ne'matlarni eslatishdan maqsad nima? Alloh subhanahu va taolaning deganda, ularni sizlar Allohga bergan shu ahdinglarga vafo qilinglarki, Allohmu in'om ato qilishni davomlashtirsin sizlarga. Hamda sizlarni o'zining butun ne'matlariga sazobar qilsin deb buningga da'vat qilishdan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. إي بني إسرائيل من سلرگه عطا قلغان نعمتلرنى أسلنلار. Maňa bergen ahdinlarga vafo qilinglar ki, men sizlarga qilgan va'damga vafo qilaman. Bu yerda tilga ilinayotgani zodi qaysi ahdi edi? Acaba u Allah bilan Adam alayhissalom o'ttirsida فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sizlarga men tarafdan bir hidoyat yo'l yo'ruq keladi. Qandaqki kishilar uningga agishidi ekan, ularga hech qanday qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Hamda qandaqki kishilar uni qabul qilishdan inkor qiladi ekan va bizning oyatlarimizni chetga qoqadi ekan, ular o'tqa tashlanadigan ahli do'zaxlardir. Ular u yerda mangu qoladi deb tuzilgan dastlabki ahdi muajiba. Allah subhanahu va taolo tilg'ilayotgan bu ahda ashu o'z vaqtidagi dastlabki ana Adam alayhissalom bilan Allah subhanahu va taolo o'ttirsidagi bu dastlabki ahdimi? Yoki Adam alayhissalom bilan bu ahdini tuzishdanmi ilgari Allah bilan insonning fitrati o'ttirsida tuzilgan va uningda Allohni tunish, shundaqli sheriksiz birla Allohga itoat qilish lozimligi ta'kidlangan tabiiy ahdimi degan bu savol chiqadi bu yerda. Bu tabiiy ahda hech qanday dalil pokitga muhtoj bo'lmaydi. Chunki insonning fitrati, ya'ni sog'lom tabiati o'z mohiyati va uzluksiz moyilligi asosida Allohni tunish tarafga o'zligidan intilib turadi. Faqat buzuq tabiati sababidan inson ilohiy ma'rifatdan g'ofil qoladi. Asli insonda bo'lgan Alloh subhanahu va taolo inson tabiatida fitrat yaratgan asli tabiat buzilmagan har xil buzuq aqidalar bilan bulg'anmagan asli tabiat bu tabiatga hech qanday dalil pokitga muhtoj bo'lmaydi. Chunki uning sog'lom tabiati o'z mohiyati va uzluksiz moyilligi asosida Allohni tunish tarafga o'zligidan intilib turdi bu tabiat. Faqat buzuq tabiati sababidan inson ilohiy ma'rifatdan g'ofil qoladi. Yoki Alloh taolo Bani Isroilning eng katta bo'g'isi,
İbrahim aleyhisselamdan algan ve aldığımızdaki ayetlerde bu yerdeki ahde acaba qaysi zada qaysi ahde deganimizda ya yuqurdikisi mi ya ki Allah Teala Bani İsrail'nin en katta babası İbrahim aleyhisselamdan algan ve aldığımızdaki ayetlerde ve izibtala İbrahim rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne qala inni ca'iluke linnâsi imama qala ve min zurriyeti qala la yenalu ahdiz zalimin. Aslanlar ki öz vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha ish bilan sinadi. İbrahim onlarını beca keltirdi. Allah onunla seni çokum bütün kişilerge peşiva kılıman dedi. İbrahim aleyhisselam menin evlatlarımı şundak ahdi var mı dedi. Allah menin ahdem zalimlarga tegishlik emas deb cevap verdi. Deb bu Kur'an-ı Kerim'de Sure Bakara'nın 124. ayeti ilinadigan ahdi mi? Bu yerdeki ahde zada qaysi ahde? Ya ki Allah Teala Tur teğini Bani İsrail'nin beşinin üstüde toxtutup koyup ulardan qandaqlı yol yürüq berilse onunla qattiq riayet qilish haqqida algan ve Muşu Sure'nin 93. ayetide maxsus şu toğrida toxtilindigan alahida ahdimu degan bir qator bu savollar chiqadi. Darvaqa bu ahdilarning hammasi mohiyat nuqtasidan faqat birli bo'lib bendelerinin chin qalbi bilan öz Parvardigoriga yuzlanishi ve bütün hayatını Allah'a tapşırışı için tüzülgen ahdidan ibarettir. Mana bu Allah'ın birli dinidir. Şundaqla barlıq peygamberler elip kelgen ve əsrlərdən beri iman karvallarının simvoli bulgan İslam'ın özüdür. Allah Teala bu ahdilerini işqa aşırış üçün Bani İsrail kavmini faqat Allah'tıllı qorquşqa ve Allah'tıllı qorquduğan hususiyet payda qilishqa chaqirib ve iyyaya farhabun faqat mendilli qorqunglar deydi. Hamda yana bu ahdining taqazzosini ishqa oshirish uchun Bani İsrail kavmini Allah tarafından nazil kılınan ve ularning yenideki samavi kitaplarını tasdiqlaydigan bu ro'shan kitapga iman keltirishga chaqirib aldıraqsallık bilan onu rad qilguvchi ve onunga küfürlük qilguvchilardan bo'lmaslikni balki birinci bulup bu kitapga iman etquchilardan bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Ve aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ve la takunu awwala kafirin bih. Men nazil qilgan kitapqa yani Kur'an'ga iman keltiringlar. O sizlerde burundullu bar bo'lgan kitapni tasdiq qilguvchidir. Kur'an'ni birinci bulup inkar qilguvchi bo'lmanglar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elip kelgan bu İslam Allah tarafından her daim kelip durgan birle ebedidindir. Allah'ın üzüldürmey yollagan yol yoruqlarının ve insaniyet tarihinin başlanışıdala Allah bilen insan o'ttirsida tüzülgen ahdinin davamıdır. O bunundan ilgirimi insaniyetni öz başlamcılığının sayesi astığa algan idi. Bundan kiyimmi yanılı insaniyetinin yol başçısı ve yetekçisi buludu. Bu din Tevrat bilen İncilni bir-biriga bağlaydı. Hem de kelgüsü insaniyet üçün Allah közü tutkan hayır yaxşılıklarını teximi yuqori palliga kötürüldü. Bu din bütün insaniyetni bir yipqa tizib öz ara tonuş qerindaş qılıdı. İnsaniyetni hergizmi xil irq, millet, cemaat, guruh şekilde bölüp yürmestin, belki insaniyet quyoshinin tunji tenidan tartib o'zgarmay Allah'ın arg'amchisiga mahkam esilib kelayotgan ixlosmand bandalar shaklda intizomchanlashtirdi. Allah Teala ularning yenidagi kitaplarını tasdiqlagan halda nazil qilingan bu kitapni Bani İsrailning faqat dunyo manfaati uchun inkor qilishini man'iy qildi.
üstünliklerinden, şundaqla iqtisadi menfaatlerinden ayrılıp qalishdan qo'rqib, iman etishdan o'zini qochirayotgan Yahudi o'lima diniy peshivalarga xitob qilib, hammaylarni birlikda faqatla Allohdan qo'rqishga va taqvodorlik qilishga da'vat qiladi. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ayetlerimni arzon bahoda setib etmanglar. Mening g'azabimdan qo'rqinglar. Mal dunyo, pul boyliqqa, jumladan dunyo manfaatiga bandachilik qilish qadimdan tartibla Yahudilarning alohida xususiyati bo'lib kelmoqda. Bu yerda oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar deyilganligi, balkim xuddi Qur'oni Karimning boshqa joylarida tafsili to'xtatilganga, balkim bu xuddi Qur'oni Karimning boshqa joylarida tafsili to'xtatilganga o'xshash Yahudi o'lima, diniy peshiva, mashoyixlarning yolg'on fatvolarni chiqarib diniy xizmat qilganligiga, shundaqla Yahudi kattavoshlarini shariatning jazosidan qutuldirib qilish uchun Allohning oyatlariga o'zgartish kirgizganligiga olgan pul mollarni ko'rsatsa kerak. Ular dal ashu xil moddiy manfaatlarini qo'g'dab qilish uchunla kishilarni islomga kirishdan to'satdi. Chunki undaq bo'lmaganda rahbarlik va sardorlikning qo'ldan ketib qolishi turganli gap edi. Bazı sahabe tabiinler bu ayetini tefsir qilishda bütün dünyanın kımmeti azgını bahadan ibarettir. Çünkü Allah'ın ayetlerine iman keltirishga hem de kıyamet günü Allah'ın dergahida iman ehli ko'radigan güzel neticelerge seliştirganda dünya uyak tutursun, hatta bütün kainatning hiç qancha kımmeti bo'lmaydi deb tushundirish bergan. Aldığımızdaki cümlede Allah Teala Yahudilerini bilip durup, batılgı haqdan ton keydirip, haqni yoshirishdak ikkinchi xususiyatidan man'i qiladi. Ularning bundaq qilishdagi maqsadi islom ijtimoiy jamiyatida fikriy chechilang'ulik paydo qilish, musulmonlarning qalbida gumon, shak shubha dulqunini ko'tarishdan iborat edi. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Haqni batil bilan yo'gab, shaklik qilib qo'ymanglar va bilib turib haqni yoshirishga tirishmanglar. Yahudilar har qanday vaqt, har qanday sharoitda haqni yoshirib, uningga batildan rang aralashtirib, fursat topsila insoniyatni aldashga tirishib keldi. Shunga Qur'oni Karim ularning bu odat xarakterini qayta-qaytadan takror bayon qiladi. Ular har doim islom jamiyati ichida va bir islom jamoati orasida fitna fasod, ittifoqsizlik va qalaymaqonchilik tug'dirishga tirishib kelgan bo'lib, bu xil qilmishlarining bir qancha misoli mushu surada oldimizda bayon qilinadi. Ondan Allah Taala ularga chaqiriq qilib, "Ey badbaxtlar, mana iymon karvonlari ketib o'tmoqda. Sizlar mudarhal ularning sepiga qitilinglar. Jamoatga hamkorlashinglar. Undaq bo'lmaydi ekan, yo'qolishga giribtor bo'lasizlar. Shunga napak mutaassiblikni va ayrimchilikni tashlab, musulmonlarning ijtimoiy ibodatlari bilan farzlarini sizlarga o'xshash ado qilinglar" deb xitob qildi. Chunki ayrimchilik qadimgi davrdan tartibla Yahudilarning izchil odati bo'lib kelmoqda edi. "Va aqimus solata va atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Namozni barpo qilinglar, zakat beringlar, mening oldimda egilguvchilar bilan billa sizlarga egilinglar. Ondan Yahudilarga umuman va ularning diniy peshivalariga xususan ogohlantirish berib, ularning mushrik arablar orasida o'zlarini iymon da'vatchisi deb otib oladiganligi,
Gerçi ahli kitap bo'lish salohiyati bilan ular mushriklarga selishtirganda rostilla ahli tavhid hisoblansa-mu, biroq yanala o'z qavmini butun sobiq dillarni tasdiqlovchi bo'lib kelgan Allohning navbatdagi bu dinini qabul qilishdan to'sib olganligi eskartiladi. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Başqalarını yaxşılıq yolunu tanlashqa buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib turibsizlar-yu, aqlinglarni ish qilmamsizlar. Qur'oni Karimning bu hukmi gerçi aynı çağdaki Yahudilarning vaqalariga qarata nozil qilingan bo'lsa-mu, biroq u yanala umumiy inson nafsiga, bo'libmi har qaysi millatlarning diniy peshvolariga qaratilgan bo'lib, u na birer millat yoki birer qavmga maxsus emas. Hamda na birer alohida qilmish yoki birer maxsus zaman doirasida cheklanmaydi. Din tirik bir ruh ve bijanidil qo'g'dilindigan itiqod bo'lishning o'rniga san'at va tijoratga aylanib qolgan holga keltirilganda diniy peshvolar xatarlik ofatga aylanib qoladi. Bu xil diniy peshvolar o'zi qalbida ishonmagan narsalarni tilida so'zlaydigan, boshqalarni yaxshi ishlarga buyurib o'zlari qilmaydigan, boshqalarni taqvolikka da'vat qilib o'zi taqvolikka yaqinmi kelmaydigan, to'g'ri so'zni murakkablashtirib nafsoniy xohishi uchunla keskin ilohiy hukmlarni burmalaydigan bo'ladi. Ular shundoq go'zal izohatlarni va dalillik fatvolarni maydonga chiqaradiki, qaramoqqa u fatvolar oyat tekstlarining tashqi hukmlariga shundoq uyg'un ko'rinsa-mu, amaliyotda dinning haqiqiy ruhidan intayin yiroqlashib ketgan bo'ladi. Bularning hammani ular o'z manfaati, ko'ngil xohishi yoki boy huquqdorlarning yuz xotirasi uchun qiladi. Yahudilarning diniy peshvolari dal ana shunday ishlarni qiladi. Darvaqa kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zining amaliy hayotida uningga xilof yo'l tutish shundoq bir vabo kasali ekanki, bu ish yolg'iz da'vatchining qalbida shak shubha undirib qolmasdan, balki da'vatning o'zini-mu gumonliq holga tushirib qo'ydi. Söz bilan amalning o'xshamasligi sababidan kishilarning qalb iddiasida chechinangulik paydo bo'ladi. Chunki kishilarning anglaydigini yaxshi so'zlar bo'lgani bilan ko'rdigini nachar qilmishlardan iborat bo'ladi. Söz bilan amal o'ttirisidagi bundoq zidlikni ko'rib hayratda qolmay turolmaydi. Da'vat va vaz nasihatni anglab, iymoni uning ruhiga yoqqan chiroqlar o'chib qoladi. Qalblardan iymonning nuri yo'qoladi. Diniy peshvolarga bo'lgan ehtirom yo'qolish natijasida dinga bo'lgan ishonchmi yo'qolgan bo'ladi. Beamal da'vatchining so'zi jonsiz keladi. O xuddi boshqalarga yetib borgacha o'chib qoladigan, o xuddi boshqalarga yetib borgacha o'chib qoladigan uchqunga o'xshaydi. Undaq da'vatchilarning so'zi garchi shuncha sipoya, qopiyalik, dabdabilik, hissiyotlik bo'lsa-mu, ammo rasmiy ishinadigan qalbdan chiqqan so'z bo'lmaganligi uchun hech qanday ta'sir kuchi bo'lmaydi. Ta'sir kuchi degan haqiqiy qalbdan chiqqan so'zlar mavjud bo'ladi. Qalbdan chiqqan so'z udul ta'sir ko'rsatadi. Qilayotgan so'zlariga amallari tafsir ham tarjimon bo'la olgan, qilayotgan da'vati o'zining amaliy hayotida mujassam obraz yarata olgan da'vatchilar haqiqiy so'ziga sodiq da'vatchi hisoblanadi. Bundaq o'lchamga yetgan kishiga garchi uning so'zlari dabdabilik, nutqlari oli cho'qanliq bo'lmasa-mu, butun xalq ishonch bog'laydi. Chunki uning so'zidagi kuch so'zmanlikdan emas, balki amaliyatchanligidan kelgan bo'ladi. Undaq chaqda amaliyatchanligining o'zila so'zning go'zalligi bo'lib qoladi. Zuvan darozilikqa tayinib
so'zni kuchlantirishning hojati qolmaydi. Darhaqiqat so'z bilan iymon ham amal orasida o'xshashlikni va moslashishchanlikni paydo qilish hargiz oson ish emas. Osonla tanlab olg'ili bo'ladigan yo'lmi emas. Balki buni hosil qilish uchun intayin ig'ir riyozat, jafo mushaqqatlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Buning uchun Allohga bog'lanish, Allohning yordami, tavfiqi va hidoyatidan madad olish keraklik bo'ladi. Chunki amaliy turmushdagi xilma-xil holat, ehtiyoj, amalsizliklar insonning qalbidagi aqidadan yoki boshqalar uni chaqirayotgan ishlardan yiroqlashtirib qo'yadi. İnsan mayli har qancha kuchtungur bo'lib ketgan taqdirdami, butun kuch qudratning xo'jayini bo'lgan Allohga tayanmoqcha yanada ojiz, notavon qilaveradi. Chunki rezillik va buzuqchilikning shaytoniy kuchlari insonning halokati uchun hamma tarafga to'zoq qurib turgan bo'ladi. Garchi inson ko'pincha hollarda u to'zoqlardan g'olib kelsa-mu, ammo salla bexudlikda qolgan hamon yiqilib xarliqqa cho'kadi. O'zining o'tmishini, hozirini va kelgusini tangli qo'ldan berib qo'ydi. Navoda inson bütün ishonchini ashu azaliy va abadiy quvvatga, ya'ni Allohga bog'laydigan bo'lsa, u chaqda uning kuch qudrati shu qadar eshib ketadiki, hamma narsadan g'olib keladigan holga yetadi. O'z ojizliklarini va nafsoniy xohishlarini yengib ketadigan bo'ladi. Jiddiy ehtiyojlari va chorasizliklari ustidan g'olib keladigan, jumladan uning bilan do'qurishib turadigan bütün kuchlarni mag'lub qiladigan bo'ladi. Shunga Qur'oni Karim bu yerda oldi bilan Yahudilarni shu tangdossiz qudrat tarafga diqqat qilishga chaqirdi. Chunki xitobning qaratma obyekti oldi bilan Yahudilar. Ondan bütün dünya insonlari bo'lib, ularni bu qiyin, mushkul vazifani ado qilishda, shundaqli bu murakkab kurashni besib o'tishda qat'iy iroda va sabrchanlik bilan namoz o'qish va Allohdan tilash bilan yordam hosil qilishga chaqirdi. Yahudilardan talab qilinayotgani dinga xizmat qilish, qo'lga keltirgan mol boyliqlarni ozg'ini vaqtlik ne'mat deb bilib, uningdan haqni ustun ko'rish edi. Chunki ular Madinadagi diniy salohiyati va diniy ma'lumoti sababidan haq sadoqatni yaxshi biladigan, shundaqla boshtinla kishilarni iymonga da'vat qilayotgan bo'lg'achqa, amdiki iymon karvonlariga darhol qo'shilib ketishi farz edi. Biroq Yahudilarning bundoq bir qarorga kelishi uchun intayin buyuk jasorat kuchi bo'lishi lozim edi. Shunga Allah ularni qat'iy iroda va sabrchanlik bilan namoz ham duo bilan kuch hosil qilishga buyurdi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Sabr qilish va namoz o'qish orqali yordam hosil qilinglar. Shaksizki, namoz haqiqatan mushaqqatli ishdir. Ammo Allohga itoatmanlar uchun mushaqqatli emas. Ana shular Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Mening qarashimcha bu yerdagi innaha degan egilik almash qo'shimchasi biror kishi tarafga emas, balki shu chog'ning amaliy muhitiga qartilgan. Ya'ni shuncha ko'p to'salg'ular mavjud bo'lgan bundoq bir sharoitda Yahudilarni haqni qabul qilishga chaqirish nihoyat qiyin. Ya'ni shuncha ko'p to'salg'ular mavjud bo'lgan bundoq bir sharoitda Yahudilarni haqni qabul qilishga chaqirish nihoyat qiyin, basi mushkul bir ish. Ammo qalbida faqat Allohdan qo'rqadigan va Allohga itoat qiladigan, Allohdan qo'rqish va taqvolik qilish hissi doim uyg'oq bo'lgan hamda oxiri Alloh tarafga qaytadiganligiga chuqum ishonadigan zotlarga nisbatan nihoyat oson ishdir.
Ameliyatdimi inson qat'iy iroda va sabrchanlikdan energiyaga hosil qilish, ana shu qat'iy iroda va sabrchanlikdan energiya hosil qilishga takror ehtiyojli bo'lib turdi. Bu har qanday musibatga va mushaqqatga davo, qiyinchilikqa chora bo'ladi. İnsonga nisbatan eng qiyin ish huquq mansabdan tushib, haq sadoqat uchun o'z manfaatini, kasb tapovatlarini cho'rib tashlash. Shundaqla hamma narsadan qo'l uzib, haqni e'tirof qilish va haqqa ergashishdan iboratdir. Buningga nisbatan namozdan qandoqsiga yordam olg'ili bo'ladi degan savol paydo bo'ldi. Namoz aslida Alloh bilan banda o'rtasidagi maxsus aloqa bo'lib, uningdan inson qalbi oziq topadi va ruhi alohida bir bog'lanishni his qiladi. Uningda inson nafsi uchun hatto dunyodagi butun boyliqlarda muqimmatlik boyliq bo'ladi. Payg'ambar alayhissalommi qandoqli bir qiyinchilik yuzsidan siqilsa, shu hamon namozga yuguraydi. Bu ruhi har doim vahiy va ilhom bilan Robbiga bog'langan bir qalbning yana uningga yo'nalishi edi. Bu barakat va xayr ihsonning sarchashmasi hozirmi Alloh yo'lining karvonlari uchun bir ozuq, cho'llikda suvsiz chanqaganlar uchun ussuzlik, bütün ümitler üzülgen yerde bir ümit manbasidir. Bu manba her bir mümin kul qo'l uzasıyla erişaleydigan bir xazina sübütide davamlaşıp gelmekte. Allah'ın dergahıga her qandaq işte ve her qandaq ahvalda çokum qaytib baradiganlıqqa qat'iy ishinish insonning vücudida sabr ve chidamchanlikni paydo qiladi. Mana bu taqvo ve yaxshilik tuyg'usining manbasi. Mana bu to'g'ri qimmat o'lchamining manbasi. Dunyoning qimmati bilan oxiratning qimmati orasida to'g'ri o'lcham paydo bo'lgan va tarozining cho'kisi to'g'ri tutilgan har qanday chog'da dunyo butunlay qimmatsiz bir arzimas narsa bo'lib ko'rinishga boshlaydi. Ana shu chog'dalar oxirat butun hashamati bilan o'zini ayon qiladi. Ondan hiçbir aql egisi uni a'lo bilishda va uni tanlashda qilchi ikkilanmaydigan bo'ladi. İnsan Qur'oni Kerim ustida dal mana shundaq tarzda fikr yurgizadigan bo'lsa, ayni chaqda Bani Isroilga berilgan yo'l yo'riqlarining butun insoniyat uchun mangulik yo'l yo'riqqa aylanganligini ko'rib yetalaydi. Hürmetli radyo anlayıcı qarindoshlar, Vahiy Penceresi programımızın 14. sani bugün vaqt münasibati bilan mush yergacha davom qiladi. İnşallah, agar Allah ömür bersa, kelar qitimqi programımızda yuz ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Qarindoshlar, bütün dünyadaki barliq musulmon qarindoshlaringlar shundaqla kamini ojiz uchun ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.